Ko'krak bezi saratonining genetikasi, genlardagi irsiy mutatsiyalar, eng ko'p uchraydigan BRCA1 va BRCA2 bilan bog'liqdir. Bu mutatsiyalar hujayralarning DNKni tiklash qobiliyatini pasaytiradi. Bu ko'krak bezi saratoni, shuningdek tuxumdon va boshqa saraton kasalliklarini rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshiradi. Mutatsiya saraton rivojlanishini kafolatlanmasa ham ehtimollikni juda baland ravishda oshiradi. Agar sizning qarindoshlaringiz, onangiz yoki opangiz ayniqsa yoshligida ko'krak yoki tuxumdon saratoniga chalingan bo'lsa, genetik testlar orqali aniqlik kiritishingiz kerak bo'ladi. Mutatsiya saraton rivojlanishini kafolatlamaydi, lekin ehtimollikni oshiradi va ehtiyotkorlik bilan monitoring talab etadi. Genetik skrining test individual xavfni aniqroq baholashga va eng maqbul profilaktika va skrining strategiyasini tanlashga yordam beradi. Bu erta va tez testlarni o'tkazishni o'z ichiga olishi mumkin. Saraton oldi kasalliklar profilaktikasi haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin.